va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Eron yaqin 48 soat ichida Isroilga hujum qilishi mumkin. VCG. Asirga olingan Ukraina askari Britaniyada tayyorgarlikdan o'tganini aytdi. Rossiya butun NATOdan 3 barobar ko'p snaryad ishlab chiqaradi. Alyans generali. Bu falokat mojarodan so'ng Ukrainani nima kutayotgani ma'lum bo'ldi. Putin Lukashenkoning Ukraina bo'yicha taklifiga rozi bo'ldi. Bloomberg: AQShning Ukrainaga harbiy yordam bo'yicha rejasi yo'q. Eron yaqin 48 soat ichida Isroilga hujum qilishi mumkin. VCG. Isroil yaqin 24-48 soat ichida Eronning hujumini qaytarishga tayyorlanmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Nashr Eron rahbariyatiga yaqin manbalarga tayanib, hujum mamlakat janubida yoki shimolida amalga oshirilishini ma'lum qildi. Ammo operatsiya rejasi muhokama qilinayotgani uchun hali yakuniy qaror qabul qilinmagan. Bir qator Amerika ommaviy axborot vositalari Eron raketalar va dronlardan foydalangan holda keng miqyosli havo hujumini rejalashtirayotganini yozmoqda. Shu bilan birga bu hujumlar cheklangan bo'lishi mumkin, chunki Tehron Washingtonni javob harakatlariga qo'zg'atmoqchi emas. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Antonio Blinken Xitoy, Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlaridan vaziyatni keskinlashtirmaslik uchun Eronga bosim o'tkazishni so'ragan. Yaqin Sharqdagi vaziyat avj olish xavfidan, xususan so'nggi kunlarda Eron tomonidan Isroil davlati va xalqiga nisbatan qilingan tahdidlardan xavotirdamiz. Prezident Isroilning bu tahdidlarga qarshi kurashda xavfsizligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ochiq aytdi. Bu konfliktning yanada kuchayishi nafaqat Isroil, Eron, mintaqa davlatlariga, balki butun dunyoga zarar yetkazadi, dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Isroil rasmiylarini yaqinda sodir bo'ladigan ommaviy hujum haqida ogohlantirgan. Amerika rasmiylarining ta'kidlashicha, Eron kamida 3 ta yadroviy bomba ishlab chiqarish uchun yetarli darajada boyitilgan uranga ega. Bu haqda rasmiy ma'lumot yo'q, ammo Eronning ballistik raketalari Isroilga zarba bera oladi. Asirga olingan Ukraina askari Britaniyada tayyorgarlikdan o'tganini aytdi. Xerson viloyatida qo'lga olingan Ukraina maxsus bo'linmasi askari Yevgeniy Gorin Britaniyadagi Salisbury shahri yaqinidagi harbiy bazada tayyorgarlikdan o'tganini aytib berdi. So'roq videosi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etildi. Buyuk Britaniyaga uchganimizda Salisbury shahri yaqinidagi joyga qo'ndik. Undan yarim soatcha masofada harbiy baza bor. Bilishimcha, u 5 Rifles deb atalgan, deydi Gorin. Shuningdek, u Ukraina askarlarini Xerson viloyatiga diversion hujumga tayyorlangan britaniyalik instruktorlarning ismlarini ham aytdi. Bu Edwin va Andrew Craig bu yerda orqa fonda turibdi. Bular Buyuk Britaniyada biz bilan birga mashg'ulot o'tkazgan britaniyalik instruktorlar, dedi Gorin inglizlarning suratini ko'rsatib. Rossiya butun NATOdan 3 barobar ko'p snaryad ishlab chiqaradi. Alyans generali. Rossiya butun NATOga qaraganda 3 barobar ko'p artilleriya snaryadlarini ishlab chiqaradi, dedi Alyansning Yevropadagi qo'shma kuchlari qo'mondoni general Christopher Cavalli AQSh kongressidagi tinglovda. Rossiya armiyasi jang maydonida tez orada artilleriya o'q-dorilar bo'yicha Ukraina qurolli kuchlaridan 10 barobar ustunlikka ega bo'ladi, dedi Cavalli. Uning so'zlariga ko'ra, bunday vaziyat bir necha hafta ichida yuzaga kelishi mumkin va qayta o't ocha olmagan tomon mag'lub bo'ladi. AQSh qo'shimcha yordamisiz Ukrainada snaryadlar va havo hujumidan mudofaa tizimlari tugaydi, dedi u. Qo'mondon shuningdek Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan ziddiyatni istamasligini aytdi. Bu falokat mojarodan so'ng Ukrainani nima kutayotgani ma'lum bo'ldi. Mojaro tugaganidan keyin Ukrainada 25 million aholi qolishi mumkin, dedi Kiyevlik iqtisodchi Aleksey Kush siyosatshunos Yuriy Ramenkoning YouTube kanaliga bergan intervyusida. RIA Novosti xabariga asosan, mening hisob-kitoblarimga ko'ra, Ukrainaning urushdan keyingi demografik holati 25 million kishini tashkil etadi. Ulardan 10 millioni nafaqaxo'rlar, 5 millioni bolalar, taxminan 2-3 million nogironlar va faxriylar, ya'ni ijtimoiy nafaqa oladigan odamlardir. Iqtisodiy faol yadro taxminan 7-8 million kishini tashkil etadi, deya tushuntirdi tahlilchi. Uning so'zlariga ko'ra, demografik inqiroz Ukraina uchun milliy falokat bo'lib, uning oqibatlari hatto Kiyev uchun mojaroning nisbatan muvaffaqiyatli yakunlanishini ham bekor qilishi mumkin. Putin Lukashenkoning Ukraina bo'yicha taklifiga rozi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin belaruslik Aleksandr Lukashenkoning Ukraina bilan Istanbulda kelishilgan kelishuvga qaytishga taklifiga rozi bo'ldi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Lukashenko o'z tashabbusini 11-aprel kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. U ichki instinkti hech qachon aldamaganini va Putinning mojaroni hal qilish bo'yicha tashabbuslariga Ukrainada javob topishini aytdi. Ular buni topadi, ular buni harbiylardan topadilar. Men siz bilan yelkama-yelka turishga va shu yo'nalishda ishlashga tayyorman, deydi Lukashenko. Uning ta'kidlashicha, Istanbuldagi
Toshkentdagi muzokaralar chog'ida tomonlar jiddiy olg'a siljishga erishgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda rossiyaliklar ham ukrainaliklar ham harakatlanishgan. Bir paytlar menga ko'rsatgan hujjatni olib stolga qo'ying va shu bo'yicha harakatlaning degan Lukashenko. Putin esa bunga javoban ha, u bilan ishlaymiz degan. Lukashenko buni oqilona deb hisoblaydi, chunki bu hujjat Ukraina uchun maqbul pozitsiyaga ega va Ukraina bunga rozi bo'lgan. Ular rozi bo'lgan albatta deya javob qaytargan Putin. Bloomberg: AQShning Ukrainaga harbiy yordam bo'yicha bir rejasi yo'q. AQShda Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish masalasi bo'yicha bir rejasi yo'q. Kongress tomonidan bloklangan 60 milliard dollar bundan mustasno. Bu haqda 11-aprel kuni Bloomberg agentligi nomi oshkor etilmagan amerikalik rasmiylarga tayanib xabar berdi. Oq uy 2023-yil kuzidan beri Kiyevga yordam berishni kechiktirayotgan respublikachilardan ham Jo Bayden ma'muriyatiga ko'ra Rossiya Federatsiyasining muzlatilgan aktivlaridan tushgan foydani Ukrainaga o'tkazishi kerak bo'lgan yevropalik sheriklaridan ham hafsalasi pir bo'ldi deya qayd etdi agentlik suhbatdoshi. Bundan tashqari Washingtonning ishonchi komilki, Yevropa ittifoqi davlatlari o'z zaxiralaridan Kiyevga Patriot havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishni tashkil qilishi mumkin. Bu zaruriyat Ukraina rasmiylari tomonidan bir necha bor ta'kidlangan. 2024-yil mart oyida Kiyevga tashrifi chog'ida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Ukrainaga harbiy yordam berish to'g'risidagi qonun loyihasi ikki tomonlama qo'llab-quvvatlanishiga va'da berdi va bu masalada bir rejasini muhokama qilishdan bosh tortdi. Sullivan respublikachilar va demokratlar aniq qachon kelishuvga erishishini aytmadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.